Aynan biz sotayotgan Young velosipedi hamma narsasi bir xil. Internet magazinlardagi narxini bitta ko'ringlar, $1900 turibdi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Hozir sizlarga juda ham sifatli bo'lgan, o'zini ofitsial saytida juda ham qimmat narxlarga baholanadigan Young velosipedini to'liq obzorini qilamiz. Narxini ham aytib o'taman. Faqat bizda unaqa qimmat narx bo'lmaydi, bilasizlar, bizda hamyonbop bo'ladi. To'liq xarakteristikasini tushuntiraman, necha kilometr yuradi, hamma savollarga javob beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oldindan manzilimizni aytib qo'yaman. Andijon shahar, Boburshoh ko'cha, Sobiq HBK fabrikasini to'g'risida bizning do'kon joylashgan. Agar qo'shimcha ma'lumot, savol sizlarda bo'ladigan bo'lsa, bemalol tepadagi raqamlarga yoki quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bo'lmasa boshladik. Velosipedimizning dizaynini ko'rib turibsizlar. Men ma'lumotni akkumulyatoridan boshlayman. Aynan shu bagaj qismida akkumulyatori joylashtirilgan. Bu joydan kalitdan ochamiz. Akkumulyatorni chiqarsak, shu narsa akkumulyatori bo'ladi. 36 volt, 14 amper. Akkumulyatori. Xo'p, orqa tarafda akkumulyatordan tashqari motor joylashtirilgan. Mivich brendiga tegishli motor 350 watt. Agar zaryadkangiz tugab qolsa, motordan tashqari 7 talik skoroslari ham bor. Bu ham Shimano brendiga tegishli bo'ladi. To'liq zaryad bilan bu velosiped 50 kilometrdan 80 kilometrgacha masofani bemalol bosib o'tadi. Tezligi 30 km/soat. Egallarini brendiga ham alohida e'tibor berib qo'ying, ko'rsatingda. Selle Royal bu brend nemetskiy brend bo'ladi. Ayni paytda bu menimcha Xitoyda chiqqan varianti. Hop, oldi charxlarini qaranglar, bittalik charx bilan jihozlangan konteyner, ya'ni o'rtasida pachinni sistemasi ham juda ham boshqacha. Undan tashqari sep zashnilari ham bor, shunaqangi bu ham temirdan. Monitorlarni ham ko'rsanglar bo'ladi, shunaqa chorni belly monitor bo'ladi. Hozir yoqib ko'rsataman mana. Har xil rejimlari bor mana. Eco, Tour, Sport, Turbo, undan tashqari yana bitta Boss degan signalizatsiyasi, to'g'rimizlari, skoroslari bu tomonda. Bu tomondan skorosini shu aytib o'tganimda 7 talik skorosini shu tomondan boshqarasizlar. Zo'ra. Amortizatoriga ham bitta ko'rsatingda. Oldi tarafda amortizatori ham bor. Shtekkerlarning ulanishiga alohida e'tibor beringlar. Bu oddiy shtekker emas, shuni rezbali shtekker deyiladi bu narsa. Yechgan vaqtimizda shu rezba yechiladi. Keyin shtekker chiqadi. Ba'zi bir velosipedlarda oddiy shtekkerlar bo'ladi, shunchaki o'zini uzib chiqariladigan. Bunda boshqachasidan qo'yilgan. To'g'rimizlariga ham bitta ko'rsating. Tektro brendidan diskiviy to'g'rimizlar joylashtirilgan. Tektro juda ham yaxshi brend hisoblanadi. Sifat darajasi baland. Bundan tashqari qanotlari plastik qanotlar. 27,5 diskalarda eng asosiysi 26 emas yoki 28 emas, 27,5. Boshda aytganimdek 80 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. O'zini saytida lekin 140 kilometrgacha yuradi deb ma'lumot berishyapti, lekin biz bunga ishonmagan holatda mijozlarimizga 50 kilometrdan 80 kilometrgacha deb ma'lumot beryapmiz. Agar velosiped qiziq bo'lsa, narxi $400 bemalol o'zimizga, ya'ni tepadagi nomerlarga yoki do'konimizga kelib bemalol xabarlashib aloqaga chiqsanglar bo'ladi.